o'zgalarning hayoti qiziqligini yana bir marta mana shu inson isbotlab berdilar-da. U menga kelgan narsa birinchidan, ikkinchidan qo'yaman dedim, uchinchidan qo'limga olmasam qanaqa qilib qo'yaman? Вот это у вас работает или не работает? To'g'rimi? Keyin meni o'zimdan ham ko'proq qiziqib ketibsiz nimaligiga. Qo'limga olsam qo'yaman, kutib turing, xo'pmi? Faqat aytishdida 10-15 kun ichida javob chiqadi deyishdi. Men ham kutyapman. Men kutyapmanmi? Men narsam kutyapmanmi? Sizga qiziq bo'lib ketibdi mendan ham ko'proq. Ozgina kutsangiz, qo'limga olganimdan keyin qo'yib ko'rsataman. Gapirgan gapingizga ham uyalib qolasiz. Bekorga o'sha anekdotlar ham chiqmaganda, o'zi bizani o'zbeklarda ani cho'p berilganda, bilasizlarmi, bunday qilib ko'ylashni yaxshi ko'radi bizani o'zbeklar. O'zini hayotidan ko'ra o'zgalarning hayoti qiziq. To'g'ri.